Chekish inson hayoti uchun xavfli. Keshandalar bu orqali nafaqat o'zlari, balki atrofdagilarga ham zarar yetkazishadi. Tamakining zarari bu bilan cheklanib qolmaydi. Zahri qotilni yurtimiz hududiga noqonuniy olib kirish, tarqatish va saqlash qonunan javobgarlikka olib keladi. Mahsulot esa yo'q qilinadi. Bojxona organlari tezkor tuzilmalari tomonidan aniqlangan noqonuniy muomaladan olib qo'yilgan 132 mingta qutidan ziyod tamaki mahsulotlari yo'q qilindi. Tamaki mahsulotlarini oshkora yo'q qilish amaliyoti 3 yildan buyon muntazam o'tkazib kelinadi. Ushbu tadbir bu turdagi huquqbuzarliklarning sonining kamayishiga olib keladi. Buni raqamlarda aytadigan bo'lsak, 2024-yilning boshida tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasi 19,4% ni tashkil etgan bo'lsa, yil yakunida bu ko'rsatkich 9,6% ni tashkil etgan. Bu galgi tadbirda bojxona organlari tezkor tuzilmalari tomonidan aniqlangan 9 ta holatda huquqbuzarlardan olib qo'yilgan tamaki mahsulotlari yo'q qilindi. Ushbu tamaki mahsulotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'zini 3 ta belgisi bilan kontrafakt hisoblanadi. Ya'ni aksiz markasi bilan markalanmagan, raqamli markirovka mavjud emas hamda har bir qutida bo'lishi kerak bo'lgan tibbiy ogohlantirish haqidagi ma'lumotlar mavjud emas. Bu 3 belgi ushbu tamaki mahsulotlarini sifatsiz hamda kontrafakt ekanligidan dalolat beradi. Ma'lum qilinishicha, bojxona organlari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar bilan hamkorlikda 2024-yilda aniqlangan 512 ta holatda qiymati 61,6 milliard so'mlik tamaki mahsulotlarining bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tilishiga va ichki aylanmasiga chek qo'yildi. Noqonuniy olib kirilgan mahsulotlar ichki aylanmasi asosan tranzit usulida olib kirilgan tovarlarga to'g'ri keladi. Bunday huquqbuzarliklar oldini olish maqsadida yangi qonun kuchga kiritildi. Ushbu qarorga muvofiq mamlakatimiz hududidan o'tayotgan tranzit tamaki mahsulotlari uchun alohida kuchaytirilgan bojxona nazorati joriy etildi. Ya'ni endilikda mamlakatimizdan qo'shni davlatlarga o'tayotgan tamaki mahsulotlari albatta aksiz marka bilan markalangan bo'lishi kerak, raqamli markirovka bo'lishi kerak, yetkazib berish shartnomasi, ishlab chiqarilgan mamlakat sertifikati hamda bojxona to'lovlarini depozit hisob raqamlariga o'tkazilishi kabi talablar joriy etildi. Ushbu mahsulotlar maxsus pechlarda yoqiladi. Shuningdek, bu safargi tadbirda tamaki mahsulotlari qadog'idan chiqarilib, qog'oz qutilar qayta ishlashga jo'natildi. Pechlarda sigaret donalari va o'ramda ishlatilgan polietilenning o'zi yoqib yuborildi. Chiqayotgan tutun ekologiyaga zarar yetkazmasligi uchun bir nechta zamonaviy filtrlardan foydalaniladi. Firdavs Qahramonov, Shohruh Toshnazarov, yoshlar.